ozish qimmat deydiganlar bu videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki ozish sizlarga qanchalik arzonga tushishini bozorlik qilib hozir ko'rsatib beraman. 1 kilo go'shtimiz 170 ming so'm. 240 ming so'mga qazi olamiz. 210 ming so'mga til olamiz. Immunitetinglarni zo'r ko'tarib beradi. Oqsilga boy, ikkalasi ham to'q tutadi. Kolbasa sosiskalardan 1000 chandon foydali. Ko'k choy olamiz 8 ming so'm. 400 gram saryog' olaman 65 ming so'm. Sir bilan brinza olish shart 75 ming, 25 ming. 1 kilo olma olaman 25 ming so'm. Eng asosiysi mana shu yashil rangda bo'lgan ko'katlarimizni boshlang'ich narxi 2 ming so'mdan boshlanyapti. Har bittasidan olib chiqamiz. Bodring olaman 10 ming so'mdan, pomidorimizni 22 ming so'mdan. Ozish uchun har kuni ratsioningizga kiritishni tavsiya qilaman. 16 ming so'mga 20 ming so'm. Bir oylik ozish uchun qilgan bozorligimiz narxi qancha bo'lganini bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Eng zo'r ozdiradigan mahsulotlardan karam. Diabeti borlar uchun qizil karam juda ham foydali. 2 ming so'mga 10 ming so'm. Ozishda eng foydali mevalardan kivi bilan limon tavsiya qila olaman. 71 mingga 42 ming so'm ekan. Avokadoni yaxshi ko'radiganlar uchun va qimmat deb o'ylaydiganlar uchun donasi 31 ming 430 so'mdan tushar ekan. Sut mahsulotlari hammasi foydali, lekin ozishda eng ko'p tavsiya qiladiganim bu kokos suti, juda ham foydali. Donasi 40 ming so'mdan boshlanyapti. Lavash xamiri har doim men olaman, narxi ham arzon, 12 ming so'm. Shuni bemalol bir 10 kun ishlatasizlar. Guruchchi o'rniga bulg'ur olamiz, mana bulg'ur. Narxi 31 ming so'mdan boshlanyapti, qizlar. Perlovka olamiz. Perlovkamiz 11 ming so'm. Bundan tashqari grechka olamiz. Grechkamiz 13 ming so'm. 500 gramli grek yogurtimiz 33 ming so'm. Meni eng yaxshi ko'rgan tvorkim bu, ozishda juda ham foydali. Narxi 28 ming so'm. Qatiq har doim olish kerak, bozorga qo'yatganda, chunki juda ham zo'r tabiiy probiotik. Narxi 20 ming so'm. Tvorog olamiz 27 ming so'm, qaymoqlarimiz 30 ming so'mdan. Nonni eng foydalisi kepeli non bo'ladi, qizlar. Narxi atiga 10 ming so'm. Har doim bozorga qilganda tuxum olishni unutmaydi. Eng zo'r arzon ozdiradigan mahsulot. Narxi 36 ming so'm. Yaxshi olivka yog'idan olganman, shisha idishda, qizlar, 180 ming so'm. Umumiy narxi bilish uchun kommentariyaga narx so'zini yozib qoldiring, sizga narxlarni jo'natamiz.